ta g'alaba, bittadan durang bor ikkala jamoada. Faqatgina aytib o'tganimdek, Mashalda bitta mag'lubiyat ko'proq, bir o'yin ko'p o'tkazishgan. Mashalning hujumi, Baratov ochilyapti. Murtazoyev ochilyapti. Murtazoyev, xavfli vaziyat, zarba, gol. Agar ofsayd bo'lmasa, Murtazoyev bugun ham o'zini qanday futbolchi ekanligini ko'rsatyapti. Bitta qadam orqaga tashladimi do'stlar? Ajoyib tarzda o'yin namoyish etib bergan edi. O'zining yoshlik davrini his qilyapti deymizmi? Qarang, bitta qadam orqaga qaytdi. Hop, hakam uchtagini chaldi. To'p jarima maydonchasi ichida. Darvoza tomon tepildi menimcha to'p. Uzoq masofadan zarba ko'ramizmi? Baratov aldab o'tdi. Sheriga qoldirdi. Mana zarba, lekin no'noq. Baratovga bu safar to'p yetib kelmadi. Qarshi hujumga o'tib ketsa bo'ladi. Yaxshi imkoniyat bor zarba berish uchun. Zarbami? Darvozabonning ustidan to'pni tushirib qo'ysa bo'lardi. Xatoga yo'l qo'ydi to'pga chiqishda. Mana ofsayd yo'q, qarang. Aniq. Islom Sharipov birinchi bo'limga yakun yasab berdi. Ha, xuddi shunday. Ular imkoniyatdan foydalana olisholmadi. Ikkinchi bo'lim boshlandi. Qizilqum futbolchilari to'p tashlab berildi. Yaxshi, Labjanidze. Uzatma, zarba, darvozabon. Komilovning zarbasi kuchli chiqmadi. Hozir o'yinni davom ettirish mumkinligini ko'rsatmoqda hakam. Yaxshi imkoniyat. Zarbami? Endichi gol. Gol, hisob tenglashmoqda. Alen Mashevich hisobni tenglashtiryapti. Ofsayd yo'q edi. Faqat avvalroq o'yin qoidasi buzilganmidi degan savol turibdi xolos. Labjanidze to'p uchun kurashda. Lekin bu oxirgi vaziyat. Ofsayd yo'q. Shunchaki yana Qizilqum futbolchilari to'p bilan. Yana biriga bir vaziyat. Yaxshi imkoniyat Labjanidze. Lekin Labjanidze vaziyatdan foydalana olmadi baribir. To'p qaytarib yuborildi. Xato. Uzoq masofadan zarba. Demak, ikkita jamoa hali yutqazmadi Nasaf Dinamo Samarqand. Hop, Paxtakor hali durang o'ynagan. Imanqo'ziyev. Miyich. Zarba, gol. Miyichdan ikkinchi assist. Mana Mashevich. Mana bu futbolchilar o'rinlarida turib ham, joylarida turib ham o'yinni o'tkazishadi. Alen Mashevich. Qoyillik. Chiroyli gol. Chiroyli gol. Yana assist 88-raqamdagi Dushan Miyich. O'zi kayfiyati ikkinchi bo'limdan boshlanmasdan ham ancha yaxshi edi. 54-daqiqaga yoziladi. Mana shu gol. 1-2. Mana to'g'rilab qo'ydik. Mashal futbolchilari zarba, gol. 2-2. Aytyapman-ku, bu hali hech narsa emas deb. Humoyun Murtazoyev bor ekan, bu hali hech narsa emas. Murtazoyevdan ham dubl.
Murtazoyev 2-2. Mana qarang, burchakni nishonga olgan darvozabonning ham xatosi bor edi. Darvozabonning ham zarba, darvozabon to'pni qaytardi. Hujumni davom ettirsa bo'ladi. Zo'r. Endichi zarba va darvozabon bu safar to'g'ri joyini tanladi. Gigauri chap qanotga, bu yerda Vahobov. Xo'sh, yaxshi imkoniyat bor, xavfli. Zarba! Vahobov, qani ko'raylikchi. Yo'q, bu Vahobov emas ekan, 8-raqamdagi o'yinchi. Qizilqum jamoasi a'zolari oxirgi hujumga yo'q, menimcha endi imkon bermasa kerak. Bo'ldimi? Ha, bo'ldi.